nur yorishadida bütün jannatni yoritib yuboradi deydi. Shunday bir nur yorishib turib bütün jannatni yoritadi. Ular boshlarini shunday ko'tarsa jannatda. Fa idal jabbar jalla jalaluhu qarasa Alloh subhanahu va taolo jalla jalaluhu taqaddasat asma'u ularning tepasida, odamlarning tepasida qarab, ey jannat ahli salamun alaykum deydi. Ey jannat ahli salamun alaykum, sizlarga salom bo'lsin deb salom berar ekan Alloh taolo. Qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo jannatda turganda shu salom beradi. Fala turad hadhihi tahiyya bi ahsan min qawl. Jannat ahli nima deb javob berishni ham bilmay qolib turib aytar ekan, Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalal val ikram deb javob berishadi. Jannat ahli mana shu gapni aytar ekan. Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya zal jalal val ikram deb mana shu so'zni aytadi. Bu boshqa so'z aytish olmaydi. Alloh subhanahu va taolo kular ekan shu vaqtda. Subhanalloh, jannat ahliga qarab turib Alloh taolo kular ekan. Salom berib gaplashgandan keyin eng birinchi Allohdan odamlar eshitadigan so'zi, Alloh taoloning salomdan keyin aytadigan so'zi, Alloh taoloning aytadigan so'zi. Ayna ibadiyallazina ata'uni bil g'aybi va lam yarawni deydi. Qani meni ko'rmay turib menga itoat qilgan bandalarim qani deydi. Alloh subhanahu va taoloni ko'rmay turib itoat qilgan bandalarim qani deb Alloh taolo so'raydi. Bugun ortig'i bilan beriladigan kun, so'ranglar deydi. Fayajtami'una ala kalimatin wahida. Jannat ahli hammasi yig'ilib Allohdan so'rashga, nimani so'raymiz? Alloh taolo turib salom berib keyin aytgan so'zi haligi bo'ldi. Keyin so'ranglar. Alloh subhanahu va taolo jannatda ham shu so'zni aytadi. Hozir ham dunyoda ham shu so'zni aytadi. Har kuni kechasi tushib, dunyo osmoniga tushib, ey mendan istig'for aytadigan bormi, gunohini kechiraman, so'raydigan bormi, beraman, duo qiladigan bormi, ijobat qilaman deb dunyoda qiyomatgacha shu so'zni aytsa, qiyomat kuni yana Alloh subhanahu va taolo jannatda meni ko'rmay turib ibodat qilgan bandalarim qani, bugun ortig'i bilan men beraman desa Alloh taolo. Bundan ortiq rahimli, rahmon bo'lgan Rabb bo'ladimi? Keyin hammasi jamlanishar ekanda so'raydigan narsa qad radina farda anna ya robbana degan. Ey Alloh, biz rozi bo'ldik sendan, bizdan ham sen rozi bo'l deyishar ekan. Ey Alloh, biz rozi bo'ldik sendan, sen ham bizdan rozi bo'l deydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Law lam arda ankum lam uskinkum jannati." Agar men sizlardan rozi bo'lmaganimda, men sizlarni jannatimga kirgizmagan bo'lardim der ekan. Agar men rozi bo'lmaganimda, men sizlarni jannatimga kirgizmagan bo'lardim. Bugun so'ranglar, ortig'i bilan bugun beriladigan kun so'ranglar der ekan. Lilladina ahsanul husna va ziyada degan oyatni yaxshilik qilgan kishilarga husna jannat bor va ziyada degani ortig'i degani jannat va jannatning ortig'i bor degani Alloh taoloni ko'rishlikni aytar ekan. So'ranglar bugun ziyodasi bilan beriladi deganda hammasi jannat ahli yig'ilib turib bitta narsa so'raymiz deb so'rashar ekan. Robbana arina wajhak nanzur ilayk. Ey Robbimiz, jamolingni bizga ko'rsat, ko'raylik seni jamolingni deydi. Ey Robbimiz, jamolingni bizga ko'rsat, jamolingni ko'raylik der ekan. Fayakshifu lahumur robb azza va jalla al-hijab va yatajalla lahum. Shu vaqtda Alloh taolo o'zining bandalaridan, mahluqlardan to'sgan hijob, to'sig'ini ochar ekan. Alloh to'sig'ini ochar ekanda ularga Alloh subhanahu va taolo o'zini jamolini ko'rsatadi.
mana shu majlisda hech